Assalomu alaykum hammaga. Biza navbatdagi ko'mir kotelimizni Nukus shahriga dastlabki etib keldik. Bu og'amiz bizlarga azonda soat 10larda zakaz berdi. Xudo xolasa kecha topshirdik. Bu kotelimiz teplo shavat, o'zim ishlab chiqarib turgan kotelim. 91dan 425 83 87 telefon nomerlerim. Kime kotelli xizmatlari, boshqa turdagi xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga bog'lanaverasizlar. Ağa kotelni aytilgan vaqtda dastlab ketib keldimmi? Dava bu Esağı azanda ve kişi özü yetib keldi. Endi shu kotellarga 1 yilcha garantiya, nov kamisi bo'lsa, bemalol murojaat etaverasiz. Rahmat. Sağ olun. Yine hamyurtlar görüp dursalar, men endi shu aytilgan vaqtda dastlab ketib berishga uji hamma bilan kelishganman. Kime aytilgan vaqtda barmay qolsa, uji kelishilgan puldan 100 ming so'm, 200 ming so'm, 300 ming so'm satana qilib qaytib beraman. Yine xudo xolasa aytilgan vaqtda kelganim uchun aytilgan pulni tashab berdilar. Hammasine rahmat. Kime shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarga bog'lanaverasizlar. Sağ olunglar, salomat bo'linglar.